Hammaga salom aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bu kishining sochlarini men noyabr oyida tekislatib bergan edim. Uchlari yaxshi turibdi, qaranglar. Sochlari mana shuncha joyi o'sgan. Ko'ryapsizlarmi? Qanday turibdi o'sgan joyi? Pastlari tekis turibdi. Hozir yuvib quritgan holatim. Yuvdim, sochlarini quritdim. Shu effektini ko'rish uchun, sizlarga ko'rsatish uchun. Sochlari yaxshi, mana to'kilmagan, kuymagan, gullab ketmagan. Yumshoqligini yo'qotmagan вообще sochlari, zato pastda shunaqa yumshoq turibdi. Faqat mana shu joyi o'sgan, jingalak bo'lgan. Shuning uchun hozir buni boshqatdan bitta obnovis qilib beraman sochlarini. Mana qanday turibdi. Mana bu pastlari tekis holati. O'z holatini yo'qotmagan. Tagidan shuncha soch o'sgan, ko'ryapsizlarmi? 6 oyda bu yaxshi, lekin kimdan agar sochi o'smayotgan bo'lsa